Assalomu alaykum. Men kosmetologman. Bizda hozir shunaqa proyekt. Biz sizni yuzingizda juda ham muammo ko'rdim. Bunga bepul konsultatsiya bermoqchiman, qilasizmi? Mana o'z ishxonam mana shu yo'lning orqasidagi kosmetologiya. Sizni yuzingizda ugridan qolgan doli bor. Men sizga oddiy aptekadan o'qitlar yozib beraman. Qimmat bo'lmaydi. O'zingiz uchun bu foydali. Aptekadan olasiz, ichadiganlar ham yozib beraman. Oddiy damlamalar bo'ladi. Bularni ichib, yuzingizni o'sha aytgan narsalarni sursangiz, 10-15 kunda уже o'zgarish sezasiz. Zo'r tarafga o'zgaradi. Agar siz bizga aytganlarimizni qilsangiz, 15 kundan keyin o'sha effekti bilan bo'lishsangiz, bizda chiska muolajasi sizga kerak bo'ladigan bitta muolaja tekinga bepul qilib beramiz. Mana shu yerda. Ayovsiz orqasida kosmetologiyada. Xohlasangiz ko'rib keting. Unda o'tayotganingizda. Bo'ldimi? Qilasizmi? Mani nomerimni yozing. Sizga suriladigan o'sha damlamalar, masalan, hajmat, oddiy romashkalar yozib beraman. Ichasiz. Yuzingizni o'shanda yuvasiz. Bu sizni organizmingizdagi kasalliklarga umuman aloqasi bo'lmaydi. Hozir bu qizimizning yuzlarida juda ham ko'p ugrilar bor, yarim yeringli, yarim yeringsiz, ugridan qolgan doli bor. Biz bularning yuziga aptekadan oddiy damlama, hajmat yoki romashka damlamalarini ichishlarini 15 kun davomida va yuzlarini o'sha damlamalarda chayishlarini va yuzlariga suradigan oddiy gellar, masalan, metrogel gellarini tavsiya qildik. Yana ham qo'shimcha ma'lumotlar, qo'shimcha konsultatsiyalar bera boramiz va 15 kundan keyin posilari bilan bo'lishamiz.